Alaykum hammalarga. Xudo xolasa mana tabiat qo'yniga zo'r joylarga kelib qoldik. Hop, bu yerdagi mana katta zdaniyamiz bor ekan. Hop, shuning ichiga shu akvas bilan podsvet qilib, mokriy rangda eshiklar qilib berganmiz. Hop, xudo xolasa sizlarga buni hozir razmerlarimiz bilan narxini, manzilini tushuntirib o'tamiz. Hop, bu yerda 5 dona shunaqa mokriy rangda, skromniy formada 5 dona eshik tayyorlab berdik. 3 tasi shunaqa bir qanot, 2 tasi 2 qanotli eshik beraverganmiz. Hozir ichkarisi qorong'u bo'lgani uchun imkon qadar yorug' qilib olishga harakat qilamiz. Hop, 2 qanotligimiz razmeri eniga 1.30 bo'lgan, bo'yiga 220 bez paramok qo'llangan. Bez paramok qilsak, ko'rishlari hashami chiroyli chiqadi, baland bo'lib. Bunga agar bu eshikka tepadan paramok qo'ysanglar, eshik bo'yi past bo'lib, engishib kiradigan bo'lib qoladi. Hozir buni ustanovkalarini tugatdik. Bilasizlar, penada buni qo'yamiz. Penadan keyin olib tashladi. Ozgina changlari bor, artib ulgurmadik. Hop, yorib berish uchun endi eshiklarni ochib turibmiz. Hozircha, hop, syomkadan keyin ularni artib tozalagandan keyin, remontda bitgandan keyin, xudo xolasa bu eshik romlari yana ham eshiklarimiz chiroyli chiqadi. Hop, bir qanotimiz razmeri eni 90 ga, bo'yi 220. Bo'ylarini bir xil bitta liniya qilib o'rnatib berdik, tekis qilib. Tepadagi karnizlari bilan juda chiroyli chiqqan. Karniz ham shu eshik romlarga hasham beradi, chiroyli turadi. Bu yerda yana bitta 2 qanotligimiz. Bunimiz ham razmeri bir xil, 1.30 ga, bo'yi 220 qilib qilingan. Laklarni glansli qilib berganmiz. Yaltirab, laklari ham akkuratni tekis sepilgan, valnasi yo'q yoki oqib bo'lmagan, chiroyli holatda bo'ldi. Hop, korobkalarimiz qalin baquvvat 11 ga 4,5 qilib berdik. Eshik sal og'irroq bo'lgani uchun. MDFimiz 0.8 MDF qilingan, qalinligi 4.6 sm ga tayyor bo'lgan hozirgi eshigimiz qalinligi. Hop, orqa tomonni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Hop. Eshigimizni mana orqa taraf. Kesaklari ham bir xil razmerda tekis yog'ochdan qilingan. Orqa tomoni ham mana ishalari oldi bilan bir xil. Zazorlari bir xil liniyada. Mana penadan tashqari tepalariga mana podves qatirib, mustahkam qilib pena ham bu dabavka bo'ladi. Pastini ham mana yog'och bor ekan. Yog'ochdan ham podvesga qatirib, eshikni o'zini tekshirib samarizi xunuk bo'lmasligi uchun podvesga qatirdik, ham chiroyli turadi, ham mustahkam bo'ladi. Buni adelga yopib tashlaydi. Mana eshigimizni orqa tomonlari ham. Zamok, o'sha ranglarni ham bir xil komplekt qilib berganmiz. Zamogimiz ham yaxshi zamok. Barmoq bezorasizlar. Yumshoq yaxshi zamok. Hop, hozir bir qanotimiz ham bitta qisqacha orqasini ko'rsatib o'taman. Hop, bu bir qanotligimiz orqa tarafi. Hop, mana yopilishlar. Ne qo'lda. Borasizlar. Hop, mana bir qanotimizni orqa tarafi. Penalarni ham bir xil 1 sm yig'gan qilib o'lchaganmiz. Shu holatda yasadik, shu holatda mana ustanovka qilib berdik. Orqa old eshigimiz bir xil. Bularni ham yog'och yo'q ekan. Hop, devorda teshib, dubl muqta qatirib, har bittalar. Bunisini ham bularni ham mana hozir qatirib montajni qilyapmiz. 4 tadan qo'yganmiz podvestni. Hozir mana teshganmiz. Teshiklari bor. Hozir shunga dubl muqta qatirib, mustahkam qilib o'rnatamiz. Osha-moshalarni ham eshik baquvvat, shuning uchun ko'tarib turish uchun osha-moshalarni ham mana 4 tadan zamod rangi komplekt qilib berganmiz. Hop, bu eshik romlarimiz o'zimiz Andijonda Balash tumaniga qilib berdik. Akamiz ham shu internetdan ko'rib, xuddi shu fasonda rangni yoqtirganini o'z akasi berdi. Xudo xolasa razmerlariga moslab chiroyli holatda qilib berdik. Narxiga keladigan bo'lsak, hop, bu yerda birinchi etajda 4 eshik, bittasi bu tepada yana bitta eshigimiz bor. Hop, xuddi shu fasonda razmer ranglari bir xil holatda bo'ldi. Bu yerda общий 5 eshik qo'yib berganmiz, 3 ta bir qanot, 2 ta 2 qanot. Narxi 9.300.000 so'mga dastavka ustanovka hamma yo'g'ini tayyor holatda bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqa qilib bog'lanasizlar. 99 607 6900. Shunaqa dogovor kelishuviga qarab, oddiy bo'lib, eshik romlar ko'piga qarab kelsak, dastavka ustanovka qilib beramiz yoki addini ham kelishamiz, pul arzonroq chiqadi. Hammalarga rahmat, hop, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etsanglar, ajoyib eshik romlarimiz bor, xudo xolasa qo'yib boramiz.